Assalomu alaykum. 5-mikrorayondan shu kecha kunduzda kvartiralarga talab katta bo'lgani sababli aynan sizlar uchun sizlar xohlagan kvartirani video obzorini ko'rsatishga kelganmiz. Ikkinchi qavatdan 3 xonali zolotoy etajdan jamida 55 metr kvadrat bo'lgan, puli ham cho'ntagingizga qulay bo'lgan narxda srochniy kvartiram sotilyapti. Yangi yig'ishli dom ikkinchi qavat. Uyimizning asosiy zal qismi to'liq yevro remont qilib qo'yilgan, tayyor qilib qo'yilgan kvartiramiz chiroyli obojlar bilan, did bilan ta'mirlab qo'yilgan. Pardalari, gilamchalari hammasi qo'lar ekan. O'rtada TV zonasini qilib qo'yganlar. Kattagina koridor qismi, ikki tomonlama proyekt holatida uyimizning oshxona qismi, oshxonasi ham tayyor holatda, kuxnya garniturasi, gazli plita vichkasigacha o'rnatib qo'yilgan. Mana bu yoqda esa gaz shochlargacha o'rnatib qo'yilgan. Uyimizda qizdirish tizimi duxotini kotel orqali, bu tomonda esa keyingi xonalari mana bu detskiy komnatasi ekan. Kirgandan bu xonachasi ham kattagina, uyimiz derazalari hammasi chambarak qilib qo'yilgan, alohida. Oyoq taglari laminat ekan, eshiklari MDF eshiklardan. Koridorning o'zida ham konservlargacha o'rnatib qo'ygan ekanlar. Bu tomonda sanuzul qismi. Sanuzulimiz ham kattagina, yarmi kafel bilan, yarim PVX panellar bilan tayyor remont qilib qo'yilgan ekan. Bu tomonda asosiy zal yokida spalniya qismi. Xonalari kvadratli, kompakt holatda. Narxi esa 44.900 dollar. Ozroq summada kelishtirib arzon qilib beriladi. Siz yetmagan joyiga bu kvartiramiz ikkilamchi kredit holatida nomingizga rasmiylashtirib beriladi. Ikkinchi qavat srochniga sotilyapti. Yangi yig'ishli domdan. 5-mikrorayon Jomiy territoriyasidan. E'tiboringiz uchun rahmat.